Mujika, yaxshimisizlar? Mana gilazma-gilaz bo'ldi, ko'rdinglar. Men bitta narsani aytib ketmoqchimanki, Humo arenaga o'zbeklardan ko'p qozoqlar ko'p. Sportsmenga birinchi bo'lga, glamniy bo'lga nima kerak? Bilasizlar, poddeshka kerak. Menga pul-mul ishlasasi ko'p qiziq emas. Menga bitta glamniysi poddeshka qiziq, poddeshka bo'lishi kerak. Humoga o'zbekistonliklar yo'q. Balki uni erkaklarning bo'yi qiziqmasdir kelmagandir, lekin qozoq ko'pdir. Lekin men jang qilsam, xudo xolasa. Menga aytolmanki, yonimga poddeshka bo'linglar, qo'llab-quvvatlaylar, men shu tishlab uzib o'tiraman. İnşallah. Allah düzmeler. Kelam neyse Allah xohlasa, inşallah. Avvalo Allah. Tishlab uzib o'tiraman. Sizlar meni kelam neysizlarni menga poddeshkalarsiz kerak. Bo'ldi. Yana ham yonamiz. O'zbekistonga mana bunaqa hayqira olmaydi boshqa davlatda.